Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, anchadan beri video qilmagandim. Mana bu Genesis GV'ni G80 ni oldik. Brand new 2026-yil mana. Nima deydi, временный nomerlari ham 26 уже. Bu yerda har xillari turibdi mana 2000 hammasi 2026 уже. Hozir 2025 bo'lsa ham Amerikada 26 qilib chiqaraveradi. Mana buni ham rangi chiroyli ekan. Qandaydir matoviy rang ekan. Maskala mana mashinani oldik hozir. Genesis qayerdan chiqadi, qaysi davlatdan chiqadi mashinalar? Nimadami? Japondan chiqadi. Короче, Genesis 4-wheel, ona bu orqadagi znayni ko'rsatang, pastda 4-wheel drive da, 4 ta ballonni aylanadi. Buni qorasi ham chiroyli ekan, menga ham yoqdi shu qorasi ham. Buni turishini qaranglar. İçini ko'rsatamiz endi. Wow. 3-4 сидений. Даже seat belt. Elementlari ham sidenining rangida ekan. Orqa sidenilari ham juda ham kачественный qilib tikilgan. Podogreb, abduf hammasi bor. Mashina benzinda yuradi. Oldi qismi. Ham muzikalarni qanday chiroyli qilingan ekan. Qilish mashina полный full da. Yerda sideni hammasi bor. Knopka bilan boshqaramiz. Gazni to'ldirib bersang bo'lmaydimi? Ha, bachog'ini. Bu qurutilkasi ham nima ham? Tumaloqdan tiqildik. Ikkita bokovoy oynalar tushadi. Qizich panorama kirishasi ham bor. Qimmat mashina. O'ta narxi ham yozilgan, solib yozib qo'yibdi. Narxi yozilyapti. Lekin hozir borib endi tayyorlarimizga yuklaymiz. San Diego'da har doimgidek havo issiq lekin. Mana shu kamera surdim. Bokovoy oynalarga qarash shart emas. Shu kameraga oldini ham ko'rsatgan. 360 kameradan mana işte. San Diego ko'chalari mana shu. Bu mashina nimada? HV'da oldida o'tirsa, oldidagi mashinalarni bemalol ko'rinadi. Hayda. Pоворotlikda yo'qsa, pоворotlikchani yonida ham kamera yonatdi. Jalash. Qo'llabdimi yonmasa. Yonda mashinani ko'rsatadigan mashina bormi, yo'qmi? Texnologiya deydi, texnologiya. Hozir treylerga yuklaymiz, ketamiz Koloradoga. Xudo xolasa. Parkovkaga qo'yib, knopka bilan bossak. Короче, bu mana bu yerda nimalar bor? Ochib ko'rsatamiz. USB-C обязательно bo'ladi, 12 volt обязательно. Bu yerda cup holderlar обязательно. Orikani yo'q qo'yalik, qana mashina ko'p. Bo'lmasa. Mana bu yerda уже mana podogreb sideni bor, abduf sideni bor. Rulda mana bu rul ham qishda issiq beradi, issiqni bo'ladi rul.
Hammasi bu. Mashina 2026 bo'lgandan keyin bir ko'rsatamiz. Bu yondagi pоворotliklari ham juda ham chiroyli qilingan ekan bu. To'g'risi bunaqa mashinani birinchi marta minishim. Zo'ra. Alt mashina oynalari bitta qaro tonirovka qilsa chotki chiqadi-da. Ballonlari ham 22 razmerdagi ballonlar. Mana yondagi pikap trak turishini qarang. 2500 talik pikap trak Silverado. Buni qaranglar. Shunday gaplar. Assalomu alaykum.